ichkari. Mana buni bitta qarang. Eski uydagi mashinangizni, Damasingizni rosa haydab zerikdingiz. Mana men sizga yep-yangi 2026-yil Damas sotib qo'ydim-ku. Bitta qarang holatini. Shuncha qilingan, hamma yo'llari vobshe ideal holatda. Atigi 4700 kilometr yurgan. Mana ichki holatlari, mana patologli, mana orqa sidinalari va cho'tki holatda turibdi. Mana zinalarigacha qilib qo'yilgan. Mana shuncha qilingan, hamma yo'g'i. 4 ta yumshoq balon taqib qo'yilgan, o'zini balonini olib tashab. Mana zapaska balonlari, mana ichki holatlari, pol, patolog hamma yo'g'igacha shuncha qilingan. Ko'ringlar, buni holatini qoyil qovarmasdan iloji yo'q bitta lak bosib qo'yinglar bunga. Buni naqdga 9,5 ming dollarga berib yuborishadi. Variantni ham berishadi, 1 yilga bo'lib to'lashga xohlasangiz oldindan yarmini berib, qolganini 25% ga bo'lib to'lashga berib yuborishadi. Mana telefon raqamlari. Buni video tagida ham yozib qoldiramiz. Xullas, shunaqangi yep-yangi Damasga qiziqqanlarga, birodarlar, aka-uka, qarindoshlaringiz, do'stlaringizga shuni videoni jo'natib qo'ying. Hali ham videoga like bosmadingiz, bitta bosib qo'ying video like. Rahmat hammaga. Sog' va salomat bo'linglar.